Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Ilya Topuria UFC'ning Arman Sarukyan bo'yicha qarorini tushuntirdi. Yengil vazn toifasida UFC chempioni Ilya Topuria reytingning birinchi raqamli jangchisi Arman Sarukyan haqida fikr bildirdi. Ilya Armanning Paddy Pimblett va Justin Gaethje o'rtasidagi jangda aniqlanadigan vaqtinchalik chempionlik kamari uchun kurashda nega ishtirok etmayotganini tushuntirib berdi. U allaqachon chempionlik uchun jang qilish imkoniyatiga ega edi, ammo uning o'zi bu jangni tark etdi. Balki shu qarordan keyin ichki kiyimini almashtirishga to'g'ri kelgandir. U tushunmayotgan yagona narsa shuki, odamlar uni targ'ib qilish uchun pul tikishadi. Siz qo'llab-quvvatlagan sarmoya kiritgan jangchini ko'rganingizda va u bunga javoban shunday narsa berganida, siz uni qo'llab-quvvatlashda davom etarmidingiz? Hozir UFC aynan shunday qilmoqda. Ular stolga o'tirishdi va nima deyishganini bilasizmi? Anavi Arman borsin. Shunday ekan, Arman uzoqroqqa borsang bo'lardi, dedi El Matador Eldo Berdan MMA'ga bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'taman, Justin Gaethje va Paddy Pimblett o'rtasidagi jang 24-yanvar kuni Las Vegasda bo'lib o'tadigan UFC 324 turnirining asosiy voqeasi bo'ladi. Arman Sarukyan esa yaqinda bergan intervyusida amerikalik va britaniyalik o'rtasidagi chempionlik to'qnashuvini norasmiy ravishda sug'urtalashlarini aytgandi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Yaqinlashib kelayotgan Justin Gaethje va Paddy Pimblett o'rtasidagi jangda aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Afsonaviy Justin Gaethjemi yoki UFC'ning yulduzi bo'lish kutilayotgan Paddy Pimblett? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa UFC prezidenti Dana White UFC'ning bozor narxini aytdi. Dana White UFC'ni 10 milliard dollarga baholagandan 5 yil o'tib dunyoning eng kuchli ligasining narxi 2 baravardan ko'proqqa oshdi. Bu haqida tashkilot rahbari Oq uyda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Ikkalasi ham o'z milliardlari haqida gapirishdi. Tramp Danadan so'radi: "Hozir UFC qancha turadi?" U shunday javob berdi: "Hisob-kitoblarga ko'ra taxminan 23 milliard dollar", dedi. Uchrashuvda ishtirok etgan yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Kayla Harriston Ariel Helvaniga bergan intervyusida tashkilot oxirgi marta 2016-yilda o'z egasini o'zgartirgan. O'shanda u aka-uka Fertiviliner va Zuva kompaniyasi tomonidan WMA IMG investorlari guruhiga 4 milliard dollarga sotilgan. 2014-yilda Forbes nashri UFC'ning qiymatini 1,5 milliard dollardan sal ko'proqqa baholagan edi. Liga narxining keskin o'sishi ko'p jihatdan Conor McGregorning muvaffaqiyatlari bilan bog'liq bo'lib, u MMA mashhurligini yangi bosqichga olib chiqdi. Aralash yakka kurashlar tarixidagi birinchi jangchi bo'ldi. Uning rasmiy kafolatlangan gonorari 1 million dollarni tashkil etdi. Qadrli do'stlar, albatta UFC'da Conor McGregor juda ham katta shoularni amalga oshirgan va aynan mana shu uchun hozirda UFC'ning eng mashhur jangchisi Conor McGregor hisoblanadi. Tezkor xabar do'stlar, Nursulton bilan jangi amalga oshmay qolgan yengilmas gladiator UFC rosteridan chiqarildi. Rossiyalik 34 yoshli UFC jangchisi Rinat Faxredinovga dunyoning eng kuchli ligasi rahbarlari tomonidan chiqish eshiklari ko'rsatildi. Tataristonlik gladiator yarim o'rta vazn toifasida o'z janglarini o'tkazib kelayotganda u UFC rosteridan chiqarildi. Promoushner Rinatning ijobiy statistikasiga qaramay u bilan shartnomani uzaytirmaslikni lozim topdi. Faxredinov UFC promoushonida 7 jang o'tkazib 6 ta g'alaba va bitta durang qayd etgandi. Umuman olganda Rinat professional MMA'dagi faoliyati davomida 26 ta jang o'tkazgan, 24 ta g'alaba, bitta durang va bitta mag'lubiyat. Faxredinov so'nggi 3 ta jangida barchasi UFC'da g'alaba qozongan. Oxirgi jangi 2020-yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. O'shanda u shvetsiyalik Andres Gustafssonni birinchi raundda nokautga uchratgandi. Eslatib o'tamiz do'stlar, o'tgan yilning 26-oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dhabi shahrida o'tkazilgan UFC 308 turnirida hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga aynan Rinat Faxredinovga qarshi oktagonga chiqish kerak edi. Lekin Ro'ziboyevning jarohati sabab ushbu jang amalga oshmay qolgandi. Qadrli do'stlar, bu Rinat Faxredinov juda ham ajoyib UFC jangchisi edi, ammo nega uni UFC rosteridan chiqarib shartnomani bekor qilishdi? Negadir do'stlar bunga tushunmadim. Lekin do'stlar, bu juda ham noxush xabar. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev ham hozirda yaxshigina statistika bilan kelmoqda. 4 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat.
Va qadrli do'stlar, aynan bu xabar to'g'risida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Inshaalloh hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev kelajakda ajoyib reytinglar qayd etib, ya'ni ko'proq g'alabalar qilsa, hamyurtimiz hech qachon UFC'dan ketmaydi. Nima bo'lganda ham juda ham noxush xabar do'stlar. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.